Qayerdan topaman men hozir? Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplolmayman. Bitta odamni qayerdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastorda ham qora. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana amir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastorni qora. Umid aka qonim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yesh hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7 da ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastorni qora. Charchading ya onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdekina ekanman. Zebo, tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsa yo'q, men borman u. Ertaga kelaman. Umid aka.